Ismim Stefan. O'zing kimsan? Maleficentaman. Nima bo'ldi? Uzuging. Temir paringni kuydiradi. Meni kechir. Qanoting chiroyli ekan. Menga voris kerak. Unga taxtni va qizimni ishonib topshiray. Qanotli maxluqni o'ldir. Men uchun intiqom ol. O'limimdan so'ng esa taxtimni egalla. Odamlar orasida yashash qanday ekan? Maleficenta, ogohlantirish uchun keldim. Ular seni o'ldirishadi. Qirol intiqom o'ti bilan yonyapti. Ular uzoq suhbatlashishdi. Go'yo o'rtada shuncha yil o'tmaganday. Ichasanmi? Nima bu? Qirolim uchun intiqom oldim. O oldimi?